Qilaman. Malibu 2 turbo. Buni hozir diagnostika qildik. Bolalar mana shu yerda datchini map datchini stikeri chiqib ketgan. O'shani Olyor shogird hozir ulaydi. Olyorga topshirganman. Olyorga shuni ulagan desam, bo'ldi ustoz hozir ulab tashlayman dedi, lekin turishini qaranglar mana. Ko'rgansizlar Malibu 2 ga shunaqa qilib motor 32 ga shunaqa turib olib ishlagan bolalar. Agar mana shu oyog'ing mana shu yerda ezib qo'ysa hozir oyog'ingni chetdan chopib tashlaymiz. Mayli. Ana. Like bosib qo'yarsizlar mana shu joyiga. Bolalar. Oyoq kuymadimi uka? Yo'q, kuygan. Turbinani atrofida ishlayapsan-da, o mashina yurib keldi ko'chada. Qishloq qilalar. Malladis. Bo'ldi, ish bitir. Chiqib ketmaydigan qil, tez-tez chiqib ketadi shu ishga. Shunaqa gaplar. Endi ani rulga o'tirib video olish yo'q endi. Endi taqiqlab qo'yishdi menga. Endi uni ham qilib ko'rsatib bermasangiz, klientlarga, mijozlarga tushunarli bo'lmay qoladi. Chunki ko'pchilikning mashinasida bo'ladigan holatda men yurib ko'rsatib bermasam uni rulda. Uni bilish qiyin, tak prosta gap bilan gapirib o'tib ketsam bilinmay qoladi. Shuning uchun endi mayli, nima qilamiz? Taqiqlab qo'yishdi. Peshanada bor ekan. Ozoq gapirib ko'rsatib beraman yoki bo'lmasam bitta operator olishimga to'g'ri keladi. И plus mashinani egasini ichida o'tkazib olishim kerak, chunki bu mashinani boshqarishga menda doверенность bo'lmaydi. Shunaqa gaplar bizada. Kuzatishda davom etasizlar, podpisatsiyani bosib qo'yinglar, yurakdan qizartirib qo'yinglar. Salomat bo'linglar.